Bugun Artur Rajabov haqida gaplashamiz. Bizlarda o'sha san'atkorlar ko'p. Haykallar nima uchun yaratiladi o'zi? Odamlarga ma'naviy ozuqa berish kerak. Jamiyatdagi qaysi muammo tufayli sizni biror bir asaringiz yaratilgan? O'sha jadidlarni ochib berish niyatida o'sha Ismoil Gaskinskiy va Behbuddin suhbatini va Islom xo'jalar uchalasini suhbat qilayotganini ishladim. Muvaffaqiyatga erishishingizda qaysi muvaffaqiyatsizlik sizga qo'l kelgan? Ko'p xato qilganman. Mana shu xatolar sabab ana shunaqa yutuqlarga erishgan. Bu yerdagi asarlarchi? Va she'rni ota olsa bu tirik qoladi, ota olmasa uni o'ljasiga oladi. 14 iyul soat 17:40 da Madaniyat va ma'rifat telekanalida.